Men uchun ALLATRA xalqaro ijtimoiy harakati prezidenti, Garvard universitetida tahsil olgan global xavf-xatarlar strategi Marina Avtsinovani qutlash katta sharaf. U global xavfsizlikning asosini tashkil etadigan insoniy qadriyatlar haqida so'z yuritadi hamda Yagona urug' loyihasining xalqaro tajribasini taqdim etadi. Katta rahmat, Olga. Salom aziz do'stlar. Sizni ushbu zalda, mana shu muhim tadbirda qutlash men uchun katta sharaf. Ishonchim komil. Bugun bu yerda turli dinlar, madaniyatlar, millatlar va dunyoqarashlar vakillari ishtirok etayotgani juda katta ahamiyatga ega. Bu biz hozir juda katta o'zgarishlar bo'sag'asida turganimizni anglatadi. Chuqur minnatdorlik bilan bugungi konferensiya pastor Mark Burns, uning ma'naviy diplomatiya global tashabbusi hamda ALLATRA xalqaro ijtimoiy harakati o'rtasidagi konstruktiv hamkorlik natijasida yuzaga kelganini aytib o'tmoqchiman. Qisqacha sizga ALLATRAni tanishtiraman. Bu 180 dan ko'proq mamlakatlardan olimlar, ekspertlar va mutaxassislardan iborat xalqaro ko'ngillilar alyansi bo'lib, ular o'zlarini iqlimiy, geodinamik va ekologik xavf-xatarlarni o'rganishga bag'ishlagan. Biz ilmiy xabardorlikni oshirishga, global eksistensial muammolarni hal etishda ko'p tomonlama hamkorlikka ko'maklashishga va albatta inson huquqlari hamda vijdon erkinligini asosiy erkinliklar sifatida himoya qilishga intilamiz. Biz aynan ma'naviy diplomatiya, biz yashayotgan dunyoni har bir inson ich-ichidan intiladigan, xavfsiz, farovon, adolatli, inson hayoti birinchi o'rinda turadigan dunyoga aylantirishga qodir ekaniga qat'iy ishonamiz. Ma'naviy diplomatiya esa butun insoniyat uchun bugungi inqirozni yengib o'tish uchun real imkoniyat. Biz insoniyat dunyoni o'zgartira oladigan kuch sifatida ma'naviy diplomatiyaga chuqur ehtiyoj sezayotganini tasdiqlovchi salmoqli dalillarni taqdim etamiz. Biz 2017-yildayoq Yagona urug' deb nomlangan keng ko'lamli xalqaro ijtimoiy tadqiqot loyihasini amalga oshirish tashabbusini ilgari surgan edik. Biz ushbu loyihaning maqsadini quyidagicha belgiladik. Butun insoniyatning bir-birini tushunishi uchun mustahkam poydevor topish maqsadida yer yuzidagi barcha odamlar, ularning dini, millati, ijtimoiy mavqei va siyosiy mansubligidan qat'iy nazar baham ko'radigan ilmiy asoslangan fundamental qadriyatlarni aniqlash. Ushbu keng ko'lamli tadqiqotning natijasi Yagona urug', hayot, barcha odamlarni nima birlashtiradi deb nomlangan hujjatli film bo'ldi. Uni yaratish uchun ALLATRAning minglab ko'ngillilaridan iborat xalqaro jamoa, jumladan muxbirlar, operatorlar va albatta tarjimonlar mehnat qildi. Misli ko'rilmagan global ijtimoiy so'rov o'tkazildi. Ko'ngillilarimiz deyarli hamma joyda, yirik shaharlar ko'chalarida va tub xalqlar yashaydigan chekka hududlarda bo'lishdi. Ular turli fan sohalari bo'yicha yetakchi mutaxassislar, turli diniy an'analar vakillari, jamoalar va etnik guruhlar yetakchilari, jamoat arboblari va siyosatchilar bilan suhbatlashdilar. Butun dunyo bo'ylab biz odamlarga bitta oddiy savolni berdik. Din, siyosiy qarashlar, teri rangi yoki yashash joyidan qat'iy nazar sayyoradagi barcha odamlarni nima birlashtiradi? Keyin albatta minglab javoblarni tahlil qilishga to'g'ri keldi. Va ko'z o'ngimizda yaxlit manzara namoyon bo'ldi. Har bir madaniyatda odamlar bir xil narsaga intiladilar. Tinchlik, xavfsizlik, adolat va munosib hayot kechirish imkoniyati. Aynan shu barcha jahon dinlari va insonparvarlik ta'limotlarining asosini tashkil etuvchi yagona urug'dir. Nima uchun buni bilish bugungi kunda juda muhim? Chunki biz global iqlimiy, geodinamik va ekologik o'zgarishlar davrida yashayapmiz. Sayyoramiz oldida turgan muammo chegara bilmaydi.
Tabiat bizdan qaysi dinga e'tiqod qilishimizni yoki pasportimiz qandayligini so'ramaydi, to'g'rimi? Tobora kuchayib borayotgan tahdidlar qarshisida barchamiz oddiy odamlarmiz. Yagona umumiy uy Yer sayyorasining aholisimiz. Va biz aniq bilamizki, sivilizatsiya global o'zgarishlarga faqatgina o'zaro kelishmovchiliklarimizdan yuqori tura olsak, tafovutlarimizni madaniy boyligimiz manbai sifatida qabul qilsak va shu bilan birga umumiy axloqiy poydevorga qat'iy tayansakkina bardosh bera oladi. Endi esa men sizni qisqa video lavhani tomosha qilishga taklif qilmoqchiman. Bu ushbu loyiha davomida to'plangan intervyular to'plamining kichik bir qismi xolos. Lekin siz hammamizning umumiy jihatlarimiz qanchalar ko'pligini ko'rasiz. Keling, tomosha qilamiz. Sayyoramizdagi hayot ajoyib xilma-xillikda namoyon bo'ladi. Xuddi shunday insoniyat sivilizatsiyasi asrlar davomida shakllanib kelgan madaniyatlar, an'analar va diniy e'tiqodlarning ham yanada g'aroyib xilma-xilligini namoyish etadi. Bunday boy meros umum insoniy qadriyatlar va kishilarning jamiyatdagi o'rni, hayotini tushunishga turlicha yondashuvlarni aks ettiradi. Allotira xalqaro ijtimoiy harakatining yagona urug' noyob ijtimoiy tadqiqot loyihasi doirasida ko'ngillilar butun dunyo bo'ylab odamlarga savol berishdi. Barchamizda qanday umumiylik bor? Va ularning javoblari barchamizni nima birlashtirishini ko'rsatadi. Biz ko'ngillilar Allotira xalqaro harakati ishtirokchilarimiz va biz tadqiqot o'tkazyapmiz. Yagona urug'. Ushbu loyihaning maqsadi biz shuni bilmoqchimizki, dunyodagi barcha odamlarni ich-ichidan nima birlashtiradi. Biz dunyoning barcha mamlakatlaridagi odamlar bilan suhbatlashamiz va har bir kishidan bir nechta savollarga javob berishini so'raymiz. Biz ko'chalarda odamlarga, shuningdek mashhur odamlarga ham boshqalarga o'xshab savollar beramiz. Sayyoramizdagi barcha odamlarni dinidan qat'iy nazar nima birlashtiradi? Dindan, siyosatdan qat'iy nazar inson bo'lish nima degani? Yagona jahon hamjamiyati sifatida. Bu yerda hammamiz insonmiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, terining rangidan qat'iy nazar, biz hammamiz insonmiz va bu barchamizni ilhomlantiradi va birlashtiradi. Menimcha odamlar dini, e'tiqodi yoki shunga o'xshash narsalardan qat'iy nazar, sevgi va boshqalarga nisbatan g'amxo'rlikni bir xil his qilishadi. Shu bois barchamizga aynan shu narsa xos deb hisoblayman. Menimcha barchamizni mehr-muhabbat birlashtiradi. Bu tuyg'u qalbimizni to'ldirsa, hayot juda baxtli va go'zal bo'ladi. Va sen juda baxtlisan. Bizni birlashtiradigan narsa mehr-muhabbatdir. Boshqa odamga muhabbat, hammaga muhabbat. Buni hamma his qiladi menimcha, hamma his qiladi. Biz hammamiz insonmiz, hammamizni bir yaratuvchi yaratgan. Shuning uchun biz bir-birimiz bilan inoq yashashimiz kerak. Biz boshqalarga muhabbat ulashish orqali dunyoni o'zgartirishimiz mumkin. Shunda har birimiz ko'proq muhabbatga ega bo'lamiz. Va shunda bizda boshqa odamga bera oladigan muhabbat yanada ko'proq bo'ladi. Sen muhabbatni berish uchun o'zingda saqlaysan. Eng muhimi insoniylik. Chunki odamlar yovuzlik qilmasligi kerak. Inson yaxshilik qilishi kerak. Bu hayotga bo'lgan muhabbatning barcha ko'rinishlaridir. Parvardigor bizga ko'p fazilatlarni ato etgan. Biz buni yurakdan his qila olishimiz kerak. Bu insoniylik, mehr-shafqat, atrofdagi barcha narsalar haqida qayg'urish. Hammamiz shunday bo'lishimiz kerak. Eng buyuk amr bu mehr-muhabbat. Robbingni butun qalbing va aqling ila sev. Keyin Iso ikkinchi amr, o'z yaqiningni o'zingni sevganday sevgin dedi. Men ilohiyotga emas, men Iso Masihning buyuk namunasiga tayanib yashayman. Bu mehr-muhabbat. Shunday yashaganingda kimga ibodat qilishingning ahamiyati yo'q. Men baribir sizni to'ydiraman. Kimni Xudo deb atashingizning ahamiyati yo'q. Men baribir sizni sevaman. Diniy erkinliklaringiz uchun ta'qib qilinayotgan bo'lsangiz, baribir yordamga kelaman. Tushunyapsizmi? Mana shu mening dunyoga da'vatim bo'ldi. Men faqat odamlar Xudo tomonidan berilgan huquqni, ya'ni Xudoni erkin e'zozlash huquqiga ega bo'lishini xohlayman. Eng avvalo kechirish, sevish, yaratish asalari bo'lishi kerak.
Asalari axir deyarli hamma narsa quradi. Yaratish kerak. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Qayerda yashashimizdan, millatimizdan, e'tiqodimizdan qat'iy nazar, butun yer sayyorasida barchamizni nima birlashtiradi? Yurak, tabassum, quvonch. Ochilish kerak. Umr juda qisqa. Yashash kerak. Uyg'onish kerak. Ko'zlarni tabassum bilan ochish kerak va salom. Axir yurak qachon to'xtashini bilmaysan-ku. Ya'ni xursand bo'lish kerak. Insonlar bir-birlarini sevishlari kerak. Axir ular insonlar va bir joydan kelishgan. Bizga har qanday vaziyatda yaxshi fikrlar kerak. Tinchlik va muhabbat bu hammasi. Men masalan Malavidan bo'lishim mumkin, kimdir Zambiyadan, kimdir Germaniyadan, lekin hammamiz insonmiz. Biz hammamiz ruhiy jihatdan yaxlitmiz, chunki barchamiz yagona yaratuvchi tomonidan yaratilgan insonlarmiz. Sizda ruh bor, menda ruh bor. Hammamizning tashqi qobig'imiz har xil bo'lishi muhim emas. Axir hammamizning ruhimiz bitta. Odamlar turli madaniyatlarga mansub va kelib chiqishi turlicha bo'lishiga qaramay, hammasi bir xil. Eng muhimi bizni birlashtiradigan narsa bu sevgi. Sevish qobiliyati va sevilish ehtiyoji. Boshqa odamlar bilan muloqot qilish ehtiyoji. Agar insoniylik birinchi o'rinda bo'lsa, biz bir-birimizni qanday rivojlantirishni va qanday g'amxo'rlik qilishni bilamiz. Har birimiz nima qilayotganimiz va eng muhimi buni qanday bajarayotganimiz insoniyat kelajagini belgilashi mumkin va belgilaydi. Hamjihat bo'lib ishlash bilan biz yanada istiqbolli kelajakni qura olamiz. Bilasizmi, men diplomatman, lekin avvalambor insonman. Men inson sifatida nimani istayman? Tinchlik va barcha odamlar bilan murosa qilishni istayman. Ha, bizning kelajagimiz har xil, e'tiqodimiz har xil, lekin biz hayotga ishonamiz, muhabbatga ishonamiz, yaxshi hayotni istaymiz, yaxshi dunyoni istaymiz. Shuning uchun ham biz hamjihat bo'lishimiz kerak. Dindan qat'iy nazar, qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, terimizning rangidan qat'iy nazar biz yaxlitmiz. Albatta, biz insonda yaxshilik ustun bo'lishini istaymiz. Bizda tinchlik bor, bizda do'stlik bor, bizda mehr bor. Bu esa dunyoga juda kerak. Terimiz rangi, tanamizning shakli yoki e'tiqodimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, hammamiz insonmiz. Hammamiz birgalikda nimadir qilish uchun bu yerga yig'ildik. Mehr muhabbat bu bizga Xudo tomonidan berilgan. Bu muborak yerning barcha aholisini birlashtiradigan narsadir. Bu muhabbat, qalb, bu nigohimiz yoki tabassumimiz orqali porlaydigan quvonch. Menimcha har birimiz hammaga teng munosabatda bo'lishimiz, bizga qanday munosabatda bo'lishlarini xohlasak, shunday munosabatda bo'lishimiz kerakligini yodda tutishimiz lozim. Odamlar bu odamlar. Bilasizmi, Hindistonda ham, Amerikada ham, hamma joyda ham odamlarning his-tuyg'ulari bir xil. Hamma odamlar bir xil. Shuning uchun bir-birimizni hurmat qilishimiz, boshqa odamlarning o'ziga xosligini hurmat qilishimiz va ularga xizmat qilishimiz, qo'limizdan kelgancha yordam berishimiz kerak. Faqat shu yo'l bilan inson o'z hayotining maqsadini topishi mumkin. Butun dunyo bo'ylab odamlarda juda ham ko'p umumiy qadriyatlar va g'oyalar bo'ladi. Ular yaxshi kelajak haqida orzu qilishadi va juda ko'p odamlar hatto og'ir vaziyatlarga tushib qolsalar ham umidni saqlab qolishadi. Har bir inson ummondagi tomchiga o'xshaydi va tomchilar qancha ko'p yig'ilsa, suv ko'tarilishi shuncha ko'payadi va u to'lqinga, o'zgarishlar to'lqiniga aylanadi. Shunday qilib, okeandagi har bir tomchi, u qanchalik kichik bo'lishidan qat'iy nazar, ahamiyatga ega. Siz hozir dunyoda yashash xavfsiz emasligini bilasiz. Negaki urushlar ketyapti, hamma joyda nizolar. Lekin muhabbat bularning hammasini yenga oladi-ku va do'stlik. Do'stlik uchun chegara yo'q. Axborot asrida biz do'stlashishimiz mumkin. Biz ma'lumotni yomon o'rniga yaxshiga o'zgartirishimiz mumkin. Bu lahza uchun sizga katta rahmat. Chunki siz butun dunyoga yaxshilik ulashyapsiz va odamlarning birga yashash, tinchlikda yashash qanchalik muhimligi haqidagi fikrlarni ko'rsatyapsiz. Telekanalingiz uchun katta rahmat. Siz bilan hazilgidek mazmunli va ma'noli suhbatlar jamiyatdagi fikrlash jarayoniga turtki beradi va odamlar bu hayotda barchamiz nimani izlayotganimizni, o'zaro ko'priklarni qanday qurishimiz va o'zimizni atrofimizdagi dunyo bilan qanday bog'lashimizni yaxshiroq tushuna boshlaydilar. Va unutmang, bu bizning ko'ngillilarimiz tomonidan butun insoniyat farovonligi yo'lida amalga oshirilgan ulkan ishlarning qisqacha lavhasidir.
Ko'rganlaringiz ma'naviy diplomatiya mavhum g'oya emas, balki insoniyatning ezgulik va insoniylik tantana qiladigan dunyo haqidagi umumiy talabiga javob bera oladigan hayotiy zarurat ekaniga yorqin dalildir.